Opamizning so'zlariga birrov quloq tuting-da. Tikuvchilik qilib men bunaqa kiyimchalar tikyapman. Lekin o'zim orzularim, o'zim kelajagimda yaratib ertaga birovga qaram bo'lmay, muhtoj bo'lmay deb o'zimni yo'limni o'zim topish uchun imkoniyatim cheklangan bo'lsa-da harakat qilyapman. Hokimiyatga, ijtimoiy xizmat markaziga olib bordim. Buni 10 mingga ham olmaydi deb ustimdan kulishdi. Axir men